Assalomu alaykum. Meni ismim Kamola Abdullayeva. O'zbekistondagi yagona neyrologopedman. Defektologiya yo'li esa meni hayotimda katta sarlavha bo'ldi. Kasbim orqali men ko'plab yutuqlarga erishdim. Hayotda, jamiyatda o'zimni o'rnimni topdim va kasbim meni faxrimdir. Bu kasb meni qalb kasbim. Bilamanki, har bitta ayol hayotda, jamiyatda o'zini o'rnini topish kerak. Bu videolar esa meni hayotimdan olingan. Real hayotdan olingan. Ya'ni bunda bo'rttirishlar, yolg'onlar yo'q. Chunki kasbim orqali men o'qidim, o'rgandim, rivojlandim. Har xil to'siqlardan o'tdim, qiyinchiliklardan o'tdim va qiyinchiliklar kelganda ham o'rnimdan turib davom etishga harakat qildim. Defektologiya fakultetiga topshirganimda ko'pchilik buni uddala olmaysan, sani qo'lingdan kelmaydi, san defektolog bo'la olmaysan deb aytishgandi. Lekin men maqsadim tomon qadam bosdim va Allohga shukr buni uddaladim. Bilamanki, men o'zimda kuch topdim va oldinga qarab qadam bosdim. Hozirgi paytda internet olamlarida dabdabali hayotlarni ko'ramiz. Lekin bu videolar esa O'zbekistonda yagona bo'ladi. Chunki men hayotimda shu kasbim orqali nimalardan o'tdim va nimalarga erishganimni albatta bo'lishib boraman. Umid qilamanki, ko'plab ayollar hayotda, jamiyatda o'zini o'rnini topadi. Hurmat ila, Kamola Abdullayeva.